Assalomu alaykum hammaga, Istanbulda hammaga salom. Doim Turkiya haqida, Turkiyani sharoitlari haqida, ishlari haqida yoki bo'lmasa Turkiyada yashash tarzi haqida video chiqarganimda auditoriya ikkiga bo'linadi. Kimdirlar Turkiyani ishlash sharoitlari yaxshi, odamlari juda ham samimiy, odam mazza qilib ishlab yaxshi daromad qiladi deb kommentariy qoldirsa, kimlar bo'lsa Turkiyada yashash juda ham qiyin, oyliklar juda ham oz, sharoitlar juda ham qiyin, tekshiruvlar juda ham qattiq deb kimdir o'zini fikrini bildiradi. Bugun mana shu Turkiyada yashab ishlayotgan, o'zini daromadini qilayotgan odam sifatida o'zimni lichniy shaxsiy fikrlarimni bildiraman va Turkiyada ish topish borasida o'zimni 3 ta eng kerakli bo'lgan maslahatlarimni beraman. Agardaki Turkiyaga kelishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Bu video siz uchun ozgina bo'lsa ham foydali bo'lishi mumkin. Xo'p, Turkiya haqiqatan ham kambag'al, qashshoq yoki bo'lmasa ishlash juda ham qiyin bo'lgan davlatmi? Yo'q. Turkiya unaqangi ishlash qiyin bo'lgan, daromad qilish qiyin bo'lgan davlat emas. Bu hammasi biz o'zimizdan kelib chiqadi. Albatta bizga, именно man va menga o'xshagan insonlarga, ya'ni hech qanaqangi ma'lumotga ega bo'lmagan, bezobrazovание bo'lgan odamlarga ish topish hamma joyda qiyin. O'zbekistonda ham, Turkiyada ham, Rossiyada ham yoki bo'lmasa mana shu Yevropa mamlakatlarida ham juda ham qiyin. Chunki bizda hech qanaqangi ma'lumot yo'q. Ya'ni biz universitetni bitirmaganmiz, qo'limizda diplomimiz yo'q yoki bo'lmasa hech qanaqangi bir qobiliyatga ega emasmiz. Biz uchun har doim ish topish qiyin bo'lib keladi. Misol Rossiyada ham qanaqangi qiyin ishlarda ishlashadi, to'g'rimi? Misol uchun ularda chunki hech qanaqangi ma'lumoti yo'q. Yoki bo'lmasa hech qanaqa qobiliyati ham yo'q. Ming ma'lumoti bo'lgani bilan hech qanaqangi qobiliyati yo'q. Shuning uchun ham agardaki siz Turkiyaga keldingizmi, любой vaziyatdan o'zingizga bir qanaqangidir imkoniyat sifatida qarab, harakat qiladigan bo'lsangiz, Turkiyada ham, boshqa davlatda ham ish topib, harakat qilib ketishingiz mumkin. Atak siz vaziyatni jiddiy olib, qiyin ekan yoki bo'lmasa odamlar juda ham yomon ekan deydigan bo'lsangiz, albatta o'sha yerda to'xtab, o'zingizni hech qayerda daromadsiz qilolmaysiz. Chunki hech kim sizga yaxshi gapirishga, yaxshi munosabat qilishga yoki bo'lmasa hech kim sizga yaxshilik qilishga majbur emas. Shu sababli ham siz haqiqatda o'zingiz o'rningizni bilib, oddiy ishchimisiz, o'sha ishni konkretni bajarib qo'ying. Misol siz boshlig'ingiz yoki bo'lmasa Turkiyadagi odamlar sizga yaxshi gap gapirishga majbur emas. Siz shuni qabul qilib oling. Siz o'zingizni ishingizni qilishga va o'sha o'zingizni pulingizni topib, uyingizga jo'natib, uyingizga qaytib ketish uchun kelganligingiz hech qachon sizdan chiqmasin. Hech kimdan yaxshilik kutmang. Faqatgina o'zingizni konkretni maqsadingizni qo'yib, o'sha maqsadingiz tomonga harakat qiling. Mana birinchi kelganimda Turkiyaga juda ham bir emotsional odam edim. Ya'ni hamma odam menga yaxshi gapirish kerak, yaxshilik qilish kerak. Tak prosto yaxshilik qilish kerak deb hammadan yaxshilik kutib, shuni so'z kutib yurardim. Keyin sekin-sekin o'zimning yaqinlarimdan maslahat so'rab, shuni tushunib yetdimki, inson faqatgina o'zini o'zi tushunib yetish kerak ekan. Qachonki inson o'zini o'zi tushunib yetgandan keyin atrofdagi odamlar unga nisbatan umuman o'zgaradi. Siz o'zingizga bo'lgan fikringiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni umuman o'zgartiring. Har bir vaziyatda, misol Rossiyadan deport bo'lib qoldingizmi, kreditingiz bor qanchadir, yengil qabul qiling. Yengil qabul qilib, siz tomonga kelayotgan har bir imkoniyatdan ijobiy foydalanishga harakat qiling. Shularning qatorida eslashda sizni rizqingiz Turkiyaga qo'shilib, Turkiyaga kelib qoladigan bo'lsangiz ham maslahatim, hech kimdan hech qanaqangi yaxshilik kutmaysiz. Ishlash uchun kelgansiz, kimdir sizga yomon munosabatda bo'lishi mumkin. Qanaqangidir vaziyat, muhit sizga yoqmasligi mumkin, lekin konkret maqsadingizni qo'yib harakat qiling oldinga. Albatta siz ne только Turkiyada, boshqa davlatda bo'lsangiz ham albatta o'zingiz yo'lingizni topib ketasiz. Endi Turkiyadagi ishlar haqida gaplashadigan bo'lsak yoki bo'lmasa Turkiyada ish topish haqida gaplashadigan bo'lsak, Turkiyada ish topishi sinalgan, o'zimning hayotimdan kechirgan 3 ta usullarni sizlar bilan bo'lishaman. Demak, birinchisi, agardaki sizda pulingiz bor, o'zingizga to'qsiz, lekin daromad qilmoqchisiz, Turkiyada hech qanaqa tanishingiz yo'q. Atak risk qilishga, demak, qo'rqmaysiz. Demak, pulingizga tushib qolsangiz ham, u siz uchun unaqangi katta bir strashniy hodisa bo'lmaydigan bo'lsa, demak, Turkiyaga kelib ish qidirishingiz mumkin. Ya'ni kelasiz, kvartiraga joylashasiz, ish qidirasiz. Atak yo'q, men unaqa risk qilmayman
menga bir konkretniy ish kerak, chunki unaqangi katta pulim ham yo'q deydigan bo'lsangiz, internetdan qidirasiz. Internetdan mehmonxonalarga ishga joylashish mumkin. Antaliyada, Istanbulda, umuman Turkiya turistik zona bo'lganligi uchun mehmonxonalarga judayam ko'p mana shunaqangi yabanchilarni ishga qabul qilishadi. Ya'ni inostranslarni ham ishga qabul qilishadi. Buni o'ziga yarasha talablari bor. Siz rus, ingliz tillarida qancha muloqot darajasida so'zlasha olishingiz kerak. Siz internetdan ish qidirasiz, misol uchun mehmonxonada Antaliyada eshitib yozasiz. Endi ruscha yozishingiz kerak. Работа в Antaliya deb yozasizmi, Работа в Istanbul deb yozasizmi, короче yozib qidirasiz. U yerda sizga o'sha ishlarni ro'yxati chiqadi, ularga email-ingizni jo'natasiz, ya'ni rezyumengizni jo'natasiz. Rezyumengizni jo'natasiz, albatta ular sizga atvet berishadi. Bu judayam eng yaxshi usul, chunki ular sizga qabul qilishgandan keyin viza jo'natishadi, dokumentlaringizni qilib berishadi va siz kelib ishga, yotoq joyga, oziq-ovqatlarga ega bo'lishingiz mumkin. Yana bir usullardan biri albatta bu Turkiyada o'zbek judayam ko'p. O'zimiz O'zbekiston fuqarolari endi noqonuniy desa ham bo'lardi, o'zlaricha ishga joylashtirishadi. Albatta bular sizdan pul talab qilishadi ishga joylashtirganliklari uchun qanchadir summa. Endi bu ikkalovilarning oralaridagi summa bo'ladi. Agarda shunaqa odam topa oladigan bo'lsangiz, maslahatim, xo'p, pulni oldindan to'lamang. Aytingki, xo'p, borganimdan keyin ishlab pulni to'layman. Bu juda ham ishonchli bo'ladi, ham garantiya bo'ladi, ham ishga joylashishingizga. Albatta kelib ishga joylashganingizdan keyin ishlab u pulni uzishingiz mumkin bo'ladi. Demak, birinchisi mana shunaqangi kelib risk qilish, katta pulga tushib qolishingiz ham mumkin yoki ishingizni topib ketishingiz ham mumkin. Keyingisi internetdan ish qidirishingiz mumkin. Internetdan ish qidirib o'zingizni rezyumengizni jo'natasiz, ya'ni o'sha qobiliyatlaringizni yozib, ingliz tilida, rus tilida muloqot darajasida bilishingizni, turk tilini ham tushunishingizni yozib jo'natasiz. O'zingizni fotongizni qo'yib, rasmingizni, ular sizga atvet berishadi. Xo'p, va so'nggisi bu qanaqangidir mana shu Turkiyada ishlaydigan odamlarga iltimos qilasiz yoki bo'lmasa unaqa odamlar bor, mumkin eshitgandirsiz ham. Shularga iltimos qilasiz, ular sizga ish topib berishadi, lekin ogohlantiraman, oldindan pulni to'lab qo'ymanglar. Albatta oldindan pulni to'lab qo'yadigan bo'lsanglar, tushib qolishinglar mumkin. Shuning uchun ham Turkiyaga borganimdan keyin, ishga joylashganimdan keyin, o'sha seni joylashtirgan ishlaganimdan keyin senga bu pulni to'layman deylar. Albatta ishga jam joylashib olasizlar, albatta oylik va bu pulni kelib ishlab uzib olishinglar mumkin. O'ylaymanki video ozgina bo'lsa ham sizlar uchun foydali bo'ldi. Turkiya haqida qiziqadiganlar albatta kanalga podpisatsiya bo'lishni esdan chiqarmanglar. Like va o'zinglarni qiziqtirgan savollarni komment yozib qoldiringlar.